Assalomu alaykum. Этот видео на узбекском. O'zbekcha gapiraman, потому что ko'pisi ruscha gapirasiz tushunmaymiz, u bu deydi. Bittasi bilan gaplashyapman, uchrashyapman, nima qilishni bilmayapman, urushib qolyapmiz. Mening adamimmi shu, taqdirimmi degan narsa. 3 ta variantda. Shunga erga tegsammi, shunga uylansammi, o'g'il bola, qiz bola, не имеет значения, farqi yo'q. Hammasi o'zi bilan o'zi nima qilib 3 ta variantdan bittasini tanlaydi. 3 ta variant. Так, ketdi. Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Так, подсказка. Так, birinchi variant. Kim birinchi variant tanlagan bo'lsa, bu gaplashib yurgan odam mening odamimmi? Nima uchun gaplashyapti men bilan? Men yaxshi ko'radimi? Yo'q, faqat pul uchun. Yaxshi ko'rish degan narsani ko'rmayapman. Qiz bola bo'lsa ham, o'g'il bola bo'lsa ham farqi yo'q. Qiz bola bo'lsang, o'g'il bola nima deydi? Ko'proq xarajat qilmayman, o'zida pul bor degan narsa chiqib yotibdi. Qiz o'g'il bola uchun nima deydi? Ishlab yuribdi-ku, pulim beradi, ничего страшного. Aldab yuribdi. Birinchi variant. Ikkinchi variant bo'yicha yaxshi ko'radi meni. Yaxshi ko'radi, yomon ko'rmaydi. Ikkinchi variant более-менее bunaqa nima, bir-biringizga taqdirsiz, lekin eskicha narsa bor. Kimdir o'qitib yotibdi. Ikki tarafdan ham bor. Получается, ikkalangiz har doim shu uchun urushib qolaverasizlar. Shu uchun iloji bo'lsa qaytarma qilib turinglar. Nima qilgancha keyin ham qaytarma qilaveradi. Так, tretий вариант. Tretий variant. Shu qiz mening taqdirimmi, shu bola mening taqdirimmi? Yo'q. Uylansangiz ham, nima qilsangiz ham baribir ajrashib ketasiz. Nima uchun? Ikkalangizning xarakteringiz umuman bir-biringizga to'g'ri kelmaydi. O'g'il bola ham, qiz bola ham qandaydir hozirgi payt sizlar boshqacha gaplashib yotibsizlarda. Uylangandan keyin, erga tekkandan keyin umuman odam o'zgaradi. Shu narsani bilib qo'yinglar. Ikki tarafdan ham shunaqa bo'lib turibdi. Bor, to'y bor, hamma narsa bor, lekin izi yaxshi emas. Uchinchi variantni немножко дополним, потому что здесь немножечко nimasi bor. Ikkalangiz gaplashib yurgan bilan uydagilarning nimasi ko'p da. Keyin hayot bo'lgan payt degan muammo, pul muammo, uydagilarga dagilarning muammosi. Bola sen tarafda olmasdan ota-onasining tarafini olib, bu yerda ko'p janjal bo'lib ketadi. Uchinchi variant. Taqdir o'zing qo'lingda, erga tekkandan keyin baribir ajrashasan degan narsa turibdi. Birinchi marta uylanyapsanmi, ikkinchi marta uylanyapsan, farqi yo'q. Baribir ajrashasan. Bu yerda adashyapsan.